Xo'sh, nima qilsam ekan, a? Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Alaykum. Yaxshi, rahmat. Siz Siz like kimsiz? bosishni Tanimadim. unutmang, biz video chiqarishni unutmaymiz. Tanimaysiz? Siz ham bekor Sal o'tirmasdan kasal video bosing. bo'lganmisiz? Nima bo'lgan bunaqa? Qotyapti do'stlar. Tanisiz. Короче, men Lucky Block, Lucky Block deb, Lucky Shitilman. Odamlarga Lucky Block ulashaman. Bizni qishlog'imizga shuncha keldingizmi? Lucky Block ulashmoqchiman, lekin menga uy kerak. Uyni qayerdan olsam bo'ladi? Bitta quruvchi bor, Jo'xa degan. Mana shu tomon tashlaydi. Borsangiz qurib beradi. Rahmat. Ketdim Jo'xa oldiga. Shu Lucky Shitil yetmay turgandi. Tinchgina hayotimizga. Mayli, o'zim ishlarimni ko'ray qolay. Tak, bu joyni bunaqa qilsak, bu yerni kesib tashlaymiz. Shunda normalniy montaj bo'ladi bu videoni. Agar o'rnatmoqchiman, lekin menga uy kerak. Uyni qayerdan olsam bo'lgandi? Tinchgina hayotimizga. tikarlar, kanalga tez obuna bo'linglar, chunki footage qo'shamiz bitta. Tak, endi zo'rroq musiqa qo'shamiz fonga. To'xtanglar, videoni olishni boshlayapman ekan. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa. Tikarlar, kanalga tez obuna bo'linglar, chunki 1000 ta obunachiga juda ham yaqinman. Qachonki 1000 ta obunachiga erishsam, bilasizlar nima qilaman? Hech nima qilmayman, просто 1000 ta obunachiga erishishim kerak. Sizlarga katta rahmat aytaman. Obuna bo'lish tugmasi ostida bir nechta kanal turibdi. Hammasiga tirs obuna bo'lib tashinglar, obuna bo'lib tashinglar. Sizlarga hech nima ketmaydi demoqchi edim. Tilim ketib qoldi. Like bosishinglar, voy dod nima bo'lyapti menga? Like bosishinglar kerak. Like menga motivatsiya bo'ladi va kommentariyaga nimadir yozinglar va videoni oxirigacha kuzatinglar. Chunki videoda nimalar bo'lishini bilib olsanglar bo'ladi. Tak nima bo'lishini hozircha bilmayman, lekin nimadir bo'lib qolsa kerak. Tak mayli, nima bo'lsa bo'lsin. Men hozir video montaj qilayotgandim. Lekin nimagadir to'g'risini aytsam, montaj qiladigan ilovim Videoni shu yergacha ko'rganmisiz? Hozirroq like va podpiska bosing. Bu bizga motivatsiya. Siz buni motivatsiya bo'lishini xohlasangiz, bizni qo'llab-quvvatlashni davom eting hamda like bosishni davom eting. Biz ham video chiqarishni davom ettiramiz. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Yapti. Pro ilovani sotib oling. Ilova narxi $9. Salkam 110 mega, lekin menda hozir to'g'risini aytsam, umuman pul yo'q. Pulni qayerdan olish desa, hali o'ylab ko'rganim yo'q. Prosta YouTube'dan qanaqadir daromad olish kerak. Amerikan kanal ochmoqchiman. Nima deysizlar mana shu fikrga? Tak, bu uchun albatta sizlarni yordaminglar kerak. Bitta kanal ochaman noldan, o'shanga 1000 ta obunachi to'plab berishinglar kerak. Tak, lekin bilmadim qanday qilamiz, uni qanday birlashtiramiz. Sizlar kommentariyaga fikr yozib qoldirishinglar kerak va kanalga obuna bo'lib videoga stop. Derazamdan kim o'tdi? Qanaqadir assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Nima faqat qishlog'imizga sariq kasal tekkan jitillik keladi? Men Lucky Shitilman. Odamlarga Lucky Block tarqataman. Menga yordam ber, uy qurib ber, iltimos. Mayli, lekin evaziga nima berasiz? Xohlasang 10 ta Lucky Block beraman. Mayli, lekin foydalisidan berasiz. Agar zarar qiladigandan bersangiz, uyingizni buzib tashlayman. Bo'ldi, gap yo'q. Faqat tezroq qurish kerak. Faqat aytgan joyimda qurib ber. Yur, davay, masalan, joy ko'rsataman hozir. O'sha joyda qurib bersan. Tushundingmi? Bo'ldi, gap yo'q, brat. Tak, ishkim yopay. Yuring ko'rsating. Davay. Tak, chiqib olay, yopasiz, brat. Yopaman, xizmat bo'lsa ham. Endi xizmat qilasiz-da, men sizga xizmat qilishimga to'g'ri kelyapti-yu, lekin evaziga Lucky Block bersangiz. Tak, qayerdan quray? Mana shu yerdan qura qol. Bo'ldi, gap yo'q, brat. Qanaqa uy bo'lsin? Bilmadim, kichkinaroq bo'lsa ham yashasa bo'ldi. Короче, men borib Lucky Blocklarni topib kelay, quraver. Mayli-yu, lekin mayli, brat, bilmaydilar-ku. Meni fermada ishlarim bor. Fermadagi ish tugatmasdan turib, to'g'risini aytsam, birorta ishga ham qo'l urgim kelmaydi, chunki fermada meni boqadigan narsalar turibdi. Qanaqasiga bu tushib ketdi sandiqning ichidan olgan narsam, bilmasam. Tak, brat, uy qurish kerak ekan. Endi shu nima demoqchi edim? Bo'ldi, qarang, hech nima demayman. Chunki yomon gap aytmoqchi bo'lgandim. Все нормально, mayli. Bratlar, o'zi qishloqqa kim ko'chib kelsa, hammasiga men uy qurishim kerak yoki boshqa narsa bo'lsa ham hammasiga men aybdor, men sababchi, men yordamchi. Lekin o'tgan marta mer menga bitta mashina sovg'a qildi, ko'rdinglar. Qishloqda yaxshi odam bo'lganim uchun, lekin u mashinani sotib oldim. Nimaga sotib oldim bilasizlarmi? Chunki uni sotishga majbur bo'ldim. Sotmasam bo'lmasdi. Menga pul kerak edi. Chunki uyimga soliq solishgan ekan davlat tomonidan. Soliqni to'lash uchun pulim yetmadi. Keyin 1 oy 2 oy to'lamay yurdim, qarzga kirib ketdi. Keyin shu bilan qarz to'lashga to'g'ri keldi. Keyin mashinani sotib oldim onasining.
Nima to'g'ri chiqqanmi yoki noto'g'rimi buni kommentariy yozib qoldiringlar. Menimcha to'g'ri, chunki davlatdan qarzdor bo'lgandan ko'ra mashinasi yurganim yaxshi deb o'yladim. Tak, menimcha yaxshi. Endi voy Minecraft qotdi. Tak, bratga endi ana nima edi? Uy qurishni boshlayman. Tak, uy qurish uchun avval daraxt yoki toshlar kerak bo'ladi. Ularni bilmayman qayerdan olaman, lekin brat menga lucky block berishlarini juda ham istardim. Lucky blocklarga qiziqaman o'zi. Tak, tapor, kirka, belkurakni olamizda. Ana endi uy qurish uchun borib blok olib kelish kerak. Tak, sizlarning vaqtinglarni prosta jalqi ketkazishni xohlamayman. O'shaning uchun tak borib hamma narsani yig'ishtirib kelganimda bitta pauza qilib o'tkazib yoraman. Keyin esa qurishni boshlayman. Mana shu yerdan cho'tkiroq birorta uy qurish kerak. Brat xohishi qanday endi unisini to'g'risini aytsam bilmayman. Tak, hozir borib hamma narsani yig'ishtirib kelaman. Video pauza bo'ladi. Xo'sh, mana hamma narsani olib keldim. Endi bu yerdan chiroyliroq qilib birorta uy qurishimiz kerak. Ya'ni birorta emas, o'zi bitta qurishim kerak. O'sha bittani zo'rroq qurishimiz kerak bratga. Brat meni bu uyni ko'rganda atdushi rahmat jigarim deb yuborish kerak. Qanaqa stilda qurishni o'ylab ko'rganim yo'q, to'g'risini aytsam. Mana shu uylardek qilib qurib o'raman. Mana shu uyda kichkinagina qilib qursam bo'ladi. Tagi tosh bo'lganmi hammasini? Tagi hammasini ammo tosh ekan bo'ldi. Tayin tosh qilamiz bir qator tepa qilib. Bir stakdan olib kelganman hamma blokdan. Mana uni nima noto'g'ri qo'yib yubordim bilmasam. Ana endi 1 2 3 4 5 menimcha 5 ta blok uzunlik yetadi. Bu tomon esa mana shu yergacha kelsa, bu yerga kelib qolar ekan. Yo'q, noto'g'ri. Mana shu qilamiz. Ikkita blokni chopamiz, nayloj. Chunki bu tomon yo'lga kelib qolar ekan. Nari tomondan qo'shamiz mana bu yerdan. Tak, bir ikkita bloklar chopamiz bu yerdan. Yana chopish yo'q qoldi menga. Tak, 1 2 3 ta qilar ekanmiz bu yerdan. Sal kattaroq varianti bo'ladi o'sha ko'rsatgan uyimni stilida, lekin sal kattaroq. Agar kichkina qiladigan bo'lsam, brat lucky bloklar aniq sig'maydi. Men qiziqib ketyapman, lekin rostdan ham lucky blokdan nima chiqar ekan, nima bo'lar ekan, sizlarga ham qiziqmi? Albatta videoni oxirigacha kuzatinglar. Qanaqa blok chiqishini, yo'q, qanaqa narsalar chiqishini birga aytib ko'ramiz. Tak, 3 blok tepaga ekan. 1 2 3 bu tomon ham xuddi shunday. 1 2 3 lucky bloklar meni kutinglar. Tak, normali. Ana endi ish qoldiramiz bu yerdan. Qayerdan ish qoldirsam ekan? Mana shu yerdan ish qoldiraman. 1 2 3 1 2 tak, tepaga chiqamiz va 3 bo'ldi. Tak, bu tomonni ham xuddi shunaqa qilamiz. Oldida bitta ikkitalik deraza qoldiramiz. Tak, bu tomonga o'rtaga bitta deraza qoladi, yetadi. Bu tomonga esa tak, bu tomonga idea qilamiz endi. 2 3 4 tak, tegmamdan qo'ramiz. Nayloj. Unaqa katta derazalarga meni o'z oyna ham yetmasa kerak, chunki oyna kam olib kelganman. 6 ta ham shunaqa edi, adashmasam 7 ta ekan. Tak, oynalar qo'yib chiqamiz. Menimcha yetadi 7 ta oyna. Bitta ortim ham qolar ekan. Tak, bu yerga eshikni qo'yamiz. Zina bor edi menda. 3 tagina zina olib kelgandim, kaklas. Mana qilib katta zina qilib olsak cho'tki bo'ladi. Tak, ana endi tepaga chiqish kerak. Tepani qanday qilishni tak o'ylab ko'rganim yo'q, lekin to'g'risi tak, menda bitta reja bor. Tak, qanaqa reja desanglar agar, mana bu yerga 1 2 3, nari tomonda ham 1 2 3 ta qolar ekan. Daraxt yetmas ekan. Daraxt yetkazish kerak bir amallab, lekin yetmaydi. Bo'li. Bitta qoldi. Bittani ishlatmay turamiz paka. Mana bu yerda olib tashlaymiz. Ana endi bu yerda oddiy tosh blok bilan yopib chiqamiz. Usti tagi bilan usti tosh bo'ladi, qarochi. Tosh menimcha baquvvatroq ushlaydi. Nima desam ekan? Qor va yomg'ir o'tmaydi. Tak, bo'ldi. Oxirgi bloklar 6 ta ortib qoldi. Juda ham ajoyib. Menimcha biroz xunuk bo'lib qoldi. Mayli. Bir qator qo'shamiz endi, nayloj. Voy, qo'limga pashsha qo'nsin. Tak, 1 2 tak, 3 tak, 4 5 6. Na qilay, yetmadi. Na qilay. Brat kelyaptilar. Brat qochib bor uzoq qo'yna. Assalomu alaykum brat. Yorvaribsan, qarochi. Dahshat chiqib tur ostdan ham. Bilaman brat. Tak, lucky bloklarni cho'zing bu yoqqa. Hozir kutib tur. Kutyapman brat. Kutishdan boshqa nima ham qilaman? Mana sizlar asosiy inventardan olib qo'yay. Tak, 1 2 3 4. Tak, sanayra bitta ikkita. Sana o'tirma. Mana 10 ta berdim senga, sana ol. Sana o'tirma, 10 ta berdim senga, sana ol. 5 ta. Dushi brat, rahmat. Kamyo, men uyim ichidagi narsalarni olib kelay hozir, ya'ni bezatadigan furnitur mebellarimni hozir kelaman, bo'pti hisobi. Kelasin kelmaysiz, menga qiziq emas. Men lucky bloklarni sinayman.
kattaroq joy kerak bizga. Mana bu joy juda ham katta. Tak bitta oz 10 ta lucky blokim bor. Tak qo'yamiz. Tutamiz. Pechkalarni men qatimga tiqaman. Tak to'xtanglar, pechka kerak emas menga. Lekin zato minusdan ko'ra nimadir beryapti. Tak muhim minus qilmayapti. Wow! Oltin qilishni tak o'qitilgani, duo qildirilgani. Tak oltindan full branya, dahshat gap yo'q. Tak kiyamiz hammasini. Tak yana mana shu ot nimaga kerak? Hayronman. Bu otga kiyim aytgancha esdan ham chiqib ketgan Minecraftda nima bo'lishi. Yo esdan chiqmay, o'zi to'liq bilmayman. Vatta buncha dahshat ko'p blokni men nima qilaman? Mayli, naylo chiqyapti. Shuncha narsa, to'xtanglar. Oho, men bu narsa-ku vasheta men kerak emas, o'qituvchi narsa. Bu bilmayman nima narsa. Buncha narsani men qayerga qo'yaman? Men sandig'imga bir bo'shatib kelay, qo'limda narsalarni to'xtanglar-da. Buncha narsani lucky blockdan bir normalniy narsa chiqadi desam, bir tiyog'imman narsalar chiqarib tashyaptimi? Oho, dabdalaku, sandig'imga o'zi sig'am ekan buncha narsa. 2x2 sig'ar ekan. 4x4 ham kerak bo'lsa sig'adi. Tak, hozir tak bir chekkasidan o'tkazam. Shu birdaniga qanday o'tkazsa bo'ladi tushunmayman. Tak, bo'ldi. Ana endi borib yana bir hisob kelishimiz kerak. Chunki juda ham ko'p narsa chiqdi. Lekin faqat oltin branya va oltin qilishdan boshqa biror to'g'risi foydali narsa chiqqani yo'q. Men ko'proq narsa kutgandim, lekin to'g'risi misol olmosdan ham xuddi shunaqangi full branya yoki nijerit full branya olganimda yoki qanaqadir qurol chiqqanda, оружие, vashita xursand bo'lardim. Lekin unchalik hozir xursand bo'lmadim. Mayli, joy yetmadi, lekin joy topamiz. Joy bor, topish problema emas. Mana ularni aniq bo'ldi. Tak bizda tayda joy bor. To'xta. Tayda men sirli xufiyona joyim bor. Mana shu yerga tashab qo'yamiz. Shuncha narsa, buni chiqarib Короче, jittelarga ehson qilvorsammikin, bilmadim, nimadir qilish kerak. Kommentariy yozib qoldiringlar, nima qilsam bo'ladi uncha blokni. Like bosishni unutmang.